Qo'limda iPhone 16 Pro Max. Dunyodagi eng boy odamlar qatoriga kirdim. Bundan qimmat telefon bormikin, ha? 16 Pro Max'ingni 3 tasini sotsang ham bunaqangi Mat X7 narxiga puling yetmaydi. Yana Android yomonlaysan, ha? Chort. Telefonni ochamiz akalar. Vau! Korobkani qaranglar kattaligini. Voy asal, mon qaranglar akalar telefonni. Uni nimaga 3 ga bukil ekan. Yomon u. iPhone qimmat telefonlarning komplektiga kabeldan boshqa balo ham solmaydi. Qani bu telefon nimalar solgan ekan, ko'ramiz. Originalning avtozaryadka 88 vatlik, 66 vatlik galovka chiqar ekan. Original chexoli ham bor ekan. Original qimmat AirPods ham chiqar ekan. Vo, onangni nimagur. Telefonda ingichkaligini qaranglar. Vau! Telefonda yaxshi tomonlardan boshlaymiz akalar. Telefonmi bu, planshetmi bu, qizmi bu, kiyikmi bu? Telefonimizning batareykasi 5600 mAh, 66 vatlik zaryadga qabul qiladi. Yomon bu. Telefonning kamerasi vobshenta tiniq oladi. 4K 60 fps lik videolar beradi. 50x yaqinlashtirib ham beradi. Jinni telefondachi bu. Akalar, telefon Androidga ham, iOSga ham tupurgan. Harmoniya ostida ishlaydi. Mon qaranglar. Yomonmi? Qo'linglar kir, mag'ar bo'lsa, telefondagi rasmlaringlarni shunday olasizlar, boshqa telefonga bunday qilib tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Juda iflos telefon bu. Telefonda displeyi LTPO OLED. Akalar, xotirasi 16 ga 1 terabayt ekan. Voy jinni. Telefonning yomon tomonlarini ham aytaman. Menga barcha qiziqi yo'q. Sotilmasa sotilmay qo'yaversin. Qimmat telefon ekan deb turib suvga tiqib yurmanglar. Suvda ishlamaydi. Telefonning yangilanish tezligi 120 emas, 90 Hz ekan. Voy chort. Telefonning prosessori u darajada kuchli emas. Clean 90-20. PUBG o'ynaydigan bo'lsanglar 60 fps zo'rg'a ochib beradi. Shunaqa qimmat telefon, a? Telefon juda og'ir akalar. Agar ikkita kamera taqmasanglar, ishtoninglar tushib ketadi. Bu telefonni hozirgi kunda siz atiga 38 millionga sotib olishingiz mumkin. Pistani puli ekanmi? Hozirgi kunda bu telefon sotib olishga arziydimi akalar? Buni javobini sizlar aytasizlar. Shu telefonni sotib olasizlarmi yoki bitta Matiz olasizlarmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Agar sizga boshqa joylarda yo'q bo'lgan shunaqangi jinni telefonlar kerak bo'lsa, faqatgina Mix Mobile Telegram kanalida topasizlar. Ularni qo'yinglar, kerak bo'lib qoladi. Vau!